بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Peygamber aleyhissalatu vesselam hadislerinden geldik. 257. hadisga. Geçen hadiste anlattı adamni şarkına qaralmay, güçüne qaralmay yaxşı amalları bulmatarıq. Ve birinçiley yaxşı amallarını hayin etmetarıq. Bu hadiste de anlattı anna imra'atan sauda'a kana taqumul mascida. Bir qatun kişi masjidni tazalay bulgan. Sevirip av ya da şabban ya da cahil yaş bulgan. Qatun kişi ya da cahil yaş. Fafaqadaha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bayağı bunu görmegen zamanla masjidde bir geçik zaman tas bulganna. Fasala anha Peygamber aleyhissalatu vesselam şunu yokken esetip soradı. Ya da şu yaşına hakkından ya da şu qatunun hakkından. Faqalu aytdilar mata o'lgan jahil adam bo'lgan ko'rasanchi o'lgan ne qal afala kuntum adamtumuni ya maga bildirsangiz deb shulay aytdi maga bildirsangiz fakaannahum sagharu amrahu o adamlar ya şunu masjidni o'rketgan adamning ne buru var boshqa shuni payg'ambarga aytmasak da degan imik aytmay qo'ygan bo'lgan shuni biraz faqala aytgan dulluni ala qabrihi ko'rsatingiz maga qabri qayda shunu qabri qayda dey imenda shunu qabrina barmasya hal bir tayfalar aytadi qabriga barmoqning ma'nosi yo'q o'lgan bitgan dey qabriga o'lganlarni esini almoq uchun boradi hal payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'limni esini almoq uchun bora turmaydi bunga nega bora imenda shu yoshni qabrina bora tura ustuna borgandan emik bo'lmaydi adalluhu fasalla alayha ular ko'rsatdi muna qo'ngan yeri bizda muna deb ko'rsatdi fasalla alayha payg'ambar sollallohu shonna qabrni ustuna janoza qildi janoza namoz o'lgan odamga qilgan qoidasi bor summa qala so'ng aytdi inna hadhihi al-qubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha shu qabrlar to'lgan qarang'ilikdan o'zlari ahlarına ve innallaha ta'ala Allahu Ta'ala yunavviruha nurlandira yaraq berdira lahum olaga bisalati alayhim meni janaza namaz qilmaqligim bilan bulaga deb aytdi ay qara o'lgan adam bitdi olar ne bo'lar bizatda bo'lmaydi desang qara ayta turachi ularni hali qarang'ilik men namaz qilmoq bilan ularni yashau qabrida da aru bo'ladi o'ldi bitdi musa nega tar ular namoz qilib ularning qabrlarini nurlandirmasa ay ular shu dunyoda yashagandan emik shunda yashay tek boshqa yashau anglashildimi yashau boshqa o qabrni nurlandirmoq uchun o'zida amal etmetar yaxshi amallar bilan qabrni nurlandirib bular duolar bilan shulay asli alimlarni ko'pisi to'xtashdira shu payg'ambar alayhissalatu vassalam namoz qilgan adam qatun kishi bo'lgan aytmoqchi birlari jahil yoshda aytsalar qara qatun kishi bo'lgan bu hadisdan anglashildi masjidni tozalamoq silli amal keni anglashildimi hali ne ishi bor edi uni haqqi odamlar ko'ragan bilagan masjidni tozalaydi sho'g'ar payg'ambar sallam ayricha bordi bundan anglashildi payg'ambar alayhissalatu vassalam nechik o'zini to'men tutgan odam bo'lgan hatto qulluqchilarni şöyle adamlar peşinmegen adamlarını aktarıp, kurdaşlarını aktarıp, son bu hadis anlattı, canaza namazga barmaga harakat etme taraf. Ayrık da yaxşı adamların canazalarına. Hala qara, barda adam maga aytmaydi, Peygamber sallam nega maga aytmaysiz, nega maga aytmaysiz deb. Ama şu adamga masjidni tozalaygan adamga maga nega bildirmadingiz dedi. Yangidan barib namazda qildi. Şöyle sen bir yaxshi val adam, alim adam o'lib qabriga yetishib bo'lmay qolsan, janozaga namoz qilganga sho'g'ar. Ayrishamsida borib, shuni ustuna borib janoza qilsang, ko'milgan so'ngda yaxshi dedi. Va saga da yaxshi, oxiratga va o odamga da yaxshi. Valhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا
نورت دربي شكرا شكرا يا رب